Jugulyanın qəbri tepilgandan keyin bu qəbri qarsa qəbrinin ishigiga hech qanday qulp selinmagan. Yani sırtki qəbri o'g'rilari kirkasi qanday quladi deydigan savol chiqdi. Biroq bu ishni har qancha kuch bilan ishtasingizmi hargiz echilmaydi. Jugulyan bunun qanday qilib ishlatgan deganda mashriqinga qarsanglar, oldi bilan bu ishni yasab, ishning ostiga 2 dona o'rakni qo'yib, buningga lim turkni tirab qo'yganda ostidan. Uning keyindan ikkinchi qantini sirtidan bir odam yerim ishtirib turdi-ki, shuni bilan ma yog'ochni ichidagi tirab qo'ydi-ki, tirab qo'ygandan keyin asta bu chiqib olgandan keyin ishni asta-asta yapsa, taraq bir joyiga tushdi-ki, shuni bilan garchi bu qabrning ishigida qulp selinmagan bilan techdan har qancha kuch bilan ishtirsakmi mumkin emas, osh qilib bo'lmaydi. Endi buni buzib chiqib kirish basi mushkul ish. Endi albatta bu yerga kepan o'g'irlarim noit aqlli shunami? Har xil hunarlari bor buning. Bular ma'qul bir kallishil deb bu yerga kirdi deylik. Biroq bu qabrga kirib bu yerga boyliqlarni ep yenili chiqib ketmaydi ekan. Endi mana shu kun shupin qarsanglar, endi ma xandak bunda yasalgan. Kirgan odam o'zining eg'irligi bilan normal kira oladi. Lekin chiqqan vaqtida qabrning ichidagi boyliqlarni har xil narsadan ep chiqib ketmoqchi bo'lgan ahvolasida o'zining eg'irligi eshib ketib, astadagi jundi xandakka tushib ketib, o'lib ketadi ekan. Shuning uchun ko'nilar qabrdan narsa ammang, osingiz ham hayot qolmang debdi ekan. Tushundinglarmi? Endi buni bu yerda Jugulyanning qabrisi deb misol oldik. Tarixda o'tgan dangliqlardan Savsovning deymiz, Lyubeyning deymiz, nurg'un mushundaq kishilarning qabrisi alohida sirliq har xil to'zoqlar va Savsovning uch parchalik haqida qilsak, intayin aqlliq bir kishi. Undaq Savsovning qabrisi qanday yasalgandi, buningda qanday qiltaqlar, xandaklar bordi. Mazmun qiziqadigan do'stlarim, go'njuk bo'lsanglar, buni keyin so'zlaymiz.